Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tavog'imizni bittasi mana shunday yerga tuxum qilib qo'yibdi. Lekin yerga qilgandan keyin tuxumini reska ko'rib turib olib qo'ymasangiz, buni cho'qilaydi-yu, cho'qilab yeb qo'yadi. Tavog'lar buni cho'qilamash uchun ko'pchilik nima qiladi? Mana shu ko'rinishdan gnezdo yasab qo'yish kerak. Chunki tavog'lar agar pastda yuradigan bo'lsa, обязательно tuxumni baribir 1-2 cho'qilagandan keyin, yorilgandan keyin yeb qo'yadi buni. Bir marta o'rgangan tavoq bu narsani keyin qilaveradi, takror qilaveradi-da, boyagi tishadi, yeyaveradi. Tuxumni yemashi uchun tavoqlar nima qilish kerak? Tavuqni tumshug'ini qizdirish kerak. Biron bir boyagi turbani eritadigan o'tigi bo'ladi-ku, ana shu bilan ham qizdirib tumshug'ini bossa bo'ladi. Tumshug'ini dumaloq qilib eritib qo'yish kerak-da. Keyinsiga yana bir yo'li bor. Tavuqlaringiz tuxum qilayotgan joyiga iloji boricha plastmassa tuxumdan qo'yish kerak. Shunda tavuqlar plastmassa tuxumni 1-2 cho'qilagandan keyin cho'qilanmaydi u tuxum. Teshmagandan keyin shu boyagi cho'qilayotgan adati sekin-sekin qolib ketadi. Agarda u tuxum bo'lib qolsa, agar plastmassa tuxum emas, bu oddiy tuxum bo'layotgan bo'lsa, tavuqning o'zini tuxumi bo'lsa, 1-2 cho'qilagandan keyin teshadi-yu, shu narsaga o'rganib qoladi keyin tavog'imiz. Shu uchun iloji boricha yo tavuqlarni tumshug'ini kesib tashlash kerak, qizdirib, yo bo'lmasa plastmassa tuxumdan qo'yish kerak. Shunga o'rgatib borish kerak-da tavuqlarni. Shunday qilib boqsalaring bo'ladi. Juda ko'pchilikda tavuqlari baribir tuxum yeb qo'yadi. Ko'proq tavuqlarni tuxumni yeb qo'yishini sababi bu. Aslo uni endi yozga kelib yeb qo'yadi. Tavuqlar chanqagandan birinchi ochirit. Tavuqlarda doimo suv bo'lish kerak, tavuqlar stressga tushmashi uchun. Keyin doimo va doni ham bo'lish kerak. Misol uchun, ko'p odam donni yeydi. Yemma yegandan keyin odam tavuqlar qarni och qolgandan, chanqagandan, stressga tushib, ishtima qidirib topolmagandan o'zini tuxumini keyin yeyishni boshlaydi. Shu uchun iloji boricha tavuqlarga ko'proq suvini oldida ko'proq qo'yish kerak. Keyinsiga yemini iloji boricha 6 xil, 7 xil yemlardan solib qo'ysa odam, bular qarni to'ygandan keyin o'sha yemay qo'yadi. Hozir mana bu tavog'imiz ham tuxumga chiqmoqchi. 2 ta tavog'imiz hozir tuxumda. Mana hozir buni ham sekin tagiga solib qo'yamiz. Cho'qilamasa bo'ldi shu qilib. Tagida bitta tuxum bor ekan, 2 ta bo'ldi. Bu yoqdagida ham bor o'xshay. Tavuqlarimiz 5 ta tavog'imiz bor. Kuniga 5 ta, 4 ta tuxum qilyapti. Xudoga shukr. Tavuqlarimiz sog'lom. Hammaga maslahat beraman. Tojjon koreyskiy boqaveringlar. Sababi sovuqqa ham chidamli, issiqqa ham chidamli, keyin tuxum berishi ham soni yaxshi. Misol uchun so'yib yeyman degan odamga ham vesi yaxshi tavuqlarni. Qo'rqmay boqsalaring bo'laveradi. Hozir mana bunisi ham joy qidiryapti hozir mana. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Bu yerda legoron tavuqlarimiz, bularda ham suv bor, mana suvini 3 litrlik kraskani idishi bor, shunga solib qo'yamiz. Bularga ham bitta yasab qo'yishim kerak. Donlari mana turibdi shundaycha. Xolagan paytda yeydi, xolamasa mana donlar turaveradi. Tavuqlarimiz stressga tushib qolmaydi. Xolagan paytda yeydi, xolagan paytda ichadi mana. 3 ta tuxum qilibdi. Tuxumlari katta-katta. Xudoga shukr.
kuniga 8 ta, 9 ta, 7 ta tuxum bulardan. Yozga bo'lsa Ligorin parodasi zo'r ekan. Chunki tuxumni yaxshi beradi yozga. Qishga agar joyi yaxshi bo'lsa, tuxumni zo'r beradi qishda ham. Faqat joyini 20 gradus, 25 gradusgacha ushlash kerak. Agar minus havoga to'g'ri kelsa, o'sha bular tuxumdan chiqib ketib qolar ekan. Tuxum yaxshi qilmay qo'yar ekan, shu uchun joyini issiq qilish kerak. Qishga ham tuxumini olaverish kerak bular. Tuxumlari necha sapsariq bo'ladi bular.